Har yili dunyoda 300 million tonnaga yaqin plastik chiqindilar ishlab chiqariladi va ularning deyarli barchasi atrof muhitga salbiy ta'sir o'tkazadi. O'zbekistonda polimer chiqindilarni ekologik jihatdan qayta ishlash va ulardan yangi funksional materiallar tayyorlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Yopiq texnologik siklni tashkil qilish har bir korxona uchun, ikkinchidan chiqindisiz, juda bo'lmaganda kam chiqindili texnologiyani tashkil qilish. Buni taxminan 20% hozirgi kunda oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ishlatilyapti, 80% tashlab borilyapti. İçida qadrli reagent bor, ya'ni xrom bor. Birinchidan xrom tashqi muhitga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan bu qimmatli reagent uni tashlab yuborish ham iqtisodiy ham ekologik muammolar keltirib chiqadi. Mana bu boya aytganimizdek to'qimachilik korxonasidan chiqadigan momiq, pux, chang. Mana shu bitta korxonada, o'rtacha to'qimachilik korxonada bir oyda 1 tonna shunaqa hosil bo'ladi. Chiqindidan unumli foydalanish uchun bu chiqindini faollashtirish kerak. Assalomu alaykum. Men Adham Rafiqov, Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti tabiiy fanlar kafedrasi professori bilan kafedrada talabalarga kimyoni turli sohalar bo'yicha bilim berish bilan bir qatorda ilmiy faoliyat bilan ham shug'ullanamiz shogirdlarimiz bilan birgalikda. Men hozir ruxsatinglar bilan ozgina shu nima ish qilishimiz haqida sizlarga ozgina axborot bermoqchiman. Ma'lumki, respublikamiz iqtisodiyoti so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda mamlakatimizda yalpi ichki mahsuloti 6,5% ga oshgan. Bu 25-yilda ham mana shunaqa 6-6,5% ga oshishi kutilmoqda. Demak, iqtisodiyotimiz barqaror rivojlanyapti. Lekin shu bilan birga hali iqtisodiyotimizdda hali yechimini kutayotgan muammolarimiz bor. Men shu muammolardan 3tasini umumlashtirib aytmoqchiman. Agar uni bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsa, birinchisi xomashyo, ikkinchisi energiya, uchinchisi ekologiya. Bu 3ta muammo bir-biriga chambarchas bog'liq. Ma'lumki, aholi soni ko'payib borishi bilan, iqtisodiy rivojlanishi bilan tabiiy resurslarni yetishmasligi tobora sezilib bormoqda. Shu bilan bir qatorda energiya resurslari kam. Energiya resurslarini zaxirasi yetishmaydi. Ishlab chiqarish shunaqa jarayonki, unda hosil bo'ladigan mahsulotlar olish jarayonida qandaydir chiqindilar hosil bo'ladi, atrof muhitga, ekologiyaga zararli ta'sir ko'rsatadi. Mana shu muammolar hozir butun dunyoda global muammo hisoblanadi. Endi shu muammolarga yechishda, jumladan ekologik muammolarga yechishda ikki xil yondashuv bor. Birinchi yondashuv bu ekstensiv, ya'ni hajmiy yondashuv. Bu yondashuv shunga asoslanganki, ishlab chiqarish korxonasiga yangi qanaqadir bir tozalash qurilmalari barpo etish, tindirgichlar, koagulyantlar yaratish, yangi kolonlar yaratish, shu bilan hajmni ko'paytirish. Ikkinchi yondashuv bor. Ikkinchi yondashuv bu intensiv yoki samarali yondashuv. Ya'ni butun olimlar, butun dunyo tan olishiga qaraganda hozir ekologik muammoni eng to'g'ri hal qilish yo'li bu ikkita. Birinchidan yopiq texnologik siklni tashkil qilish har bir korxona uchun, ikkinchidan chiqindisiz, juda bo'lmaganda kam chiqindili texnologiyani tashkil qilish. Mana shundagina haligi muammoni oqibatini bartaraf etish emas, uni tub sababini yo'q qilish, tub sababidan uni hal qilishga kirishgan bo'lamiz. Mana shu texnologik chiqindilarni, ya'ni ishlab chiqarish sharoitida to'qimachilik, yengil sanoat, charm, mo'yna
mo'ynani qayta ishlash korxonalarda hosil bo'ladigan tolasimon polimer chiqindilarni qayta ishlashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga maishiy chiqindilar bor. Bilamizki, chiqindilar texnologik va maishiy. Maishiy chiqindilar deganimizda mana qog'oz chiqindilari bor, makulatura, har xil plastmassa, baklashkalar, polietilen plyonkalar, qatlamlar. Mana shuni ham biz nazarda tutamizki, shularni ham kompleks qayta ishlash nazarda tutiladi. Bu joyda terini qayta ishlash korxonasida hosil bo'lgan chiqindilar qo'yilgan. Mana bu xrom qirindisi, payraxa. O'sha oshlangan terini orqa tomonida tekislash uchun randalab qirib tashladi. Buni taxminan 20% hozirgi kunda oziq-ovqat qo'shimcha sifatida ishlatiladi, 80% tashlab borilyapti. Biz buni qayta ishlash natijasida mana bunaqa kompozitsion qog'oz olyapmiz mana bundan. Keyin oshlanmagan teridan boyitgan mana bu yelim kollagen eritmasi, uni ichidan eritma ajratib olib, buni oxirlash uchun ishlatyapmiz. Ichida qadrli reagent bor, ya'ni xrom bor. Birinchidan xrom tashqi muhitga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan bu qimmatli reagent uni tashlab yuborish ham iqtisodiy, ham ekologik muammolar keltirib chiqadi. Buni ichidan biz mana ushlab olib, ichdan o'sha xrom tuzlarni ajratib olib, mana bunaqa ishlarni yo'lga qo'yamiz. Mana bu boya aytganimizdek to'qimachilik korxonasidan chiqadigan momiq, tux, chang. Mana shu bitta korxonada, o'rtacha to'qimachilik korxonada bir oyda 1 tonna shunaqa hosil bo'ladi. Bu vakuumni tashlab olish. O'shaning uchun buni mana oqartirib, undan keyin mana bunaqa yelimsimon modda olinyapti. Undan keyin qog'oz namunalar olinyapti. Mana shu qog'ozlar hammasi mana shu puxdan olingan. Har xil korxonadan bittasi mana rangi bunaqa, bittasi mana bunaqa rangli qog'oz olinyapti. Mana har xil qog'oz, yelim olinyapti bu asosda. Mana shu korxonalarda hosil bo'ladigan rangli tolasimon chiqindilarni tozalab oqartiriladi. Orttirgandan keyin bulardan qayta tiklab sellyuloza solinadi. Mana shu qayta tiklangan sellyulozadan mato to'qiladi. Mana shu matoga ham bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu ishlov berilmagani, mana bunisi an'anaviy usulda, mana bunisi biokimyoviy usulda ishlov berilgani. Mana oqlik darajasini ko'ryapsiz, ham mana mayinligini ko'ryapsiz. Endi o'shaning uchun mana shu ikkilamchi sellyulozdan olingan, tuyajundan olingan noto'qima material. Tuyajunni o'zi dag'al bo'ladi-da, uni to'qilishi qiyinroq. Undan ip olish juda ham qiyinroq. O'sha dag'al, yigirishga yaroqsiz bo'lgan qismidan noto'qima material olib, uni asosida mana kompozitsion materiallar olish bo'yicha tadqiqotlar olib borilyapti. Endi bir narsani hisobga olish kerak. Chiqindidan unumli foydalanish uchun bu chiqindini faollashtirish kerak. Shundan o'zini olib qilib ishlab bo'lmaydi. Shuning uchun oldimizda turgan masifa avvalambor buni tasvirlashimiz kerak. Turlarga ajratishimiz kerak. Keyin uni faollantirish, ya'ni modifikatsiya qilish kerak. Modifikatsiyani yo'li bor, kimyoviy va biologik modifikatsiya. Hozirgi paytda hamma tan olgan va nima deymiz, haligi istiqbolli hisoblangan biologik modifikatsiya. Chunki biologik reagentlar bu fermentlar, har xil turli fermentlar bor. Bu fermentlar yumshoq ta'sir ko'rsatadi, ko'p sarf bo'lmaydi, kam miqdorda ta'sir ko'rsatadi, keyin ekologik atrof muhitni buzilishiga olib kelmaydi. Shuning uchun bizning maqsadimiz hozir shu biotexnologiyadan foydalangan holda va shu bilan birga nanotexnologiyadan foydalangan holda shu chiqindilardan funksional material olish. Mana shu maqsadni oldimizga qo'yganmiz. Keyingi ishlarimizda mana shu vazifalarni bajaramiz. Mana jumladan mana xususan ikkilamchi matodan tiklangan sellyulozadan mato olinadi. Bu matoni bitta kamchiligi bor, g'adir-budir, dag'alligi bor. Keyin hozirgi paytda nafaqat haligi iste'molchilarni xohlaydigan narsa, haligi dizayn degan narsa bor. Iste'molchilar yaxshi mahsulot olishni xohlaydi. Uni yaxshi mahsulot olish uchun qanaqadir bir siyqallash kerak. Mana shuni ferment orqali bajarilsa, juda yaxshi yuqori natijaga erishiladi, samaraga erishiladi. Shu ishlarni rejalashtirganmiz, shu ishlarni ham olib boryapmiz.